Shomda katta bir qamoqxonani ko'chirish ehtiyoji tug'ilgan. Katta qamoqxona, u qamoqxona o'ta razil qamoqxona bo'lgan. O'ta. Endi iflos qamoqxona bo'lgan. Faqat o'tga o'sha onasi bilan hattoki onasini ham zo'rlagan, birovi qiziga tajovuz qilgan, eng haromi, eng isqirt odamlar to'planadigan joy. Ularni qamashdan qamalganidan xalq hatto norozi. Nimaga? Urib o'ldirishimiz kerak bularni. Bularni urib o'ldirishimiz kerak deb o'sha qamoqxona atrofida poylab yurishadi o'sha haromilarni. O'sha joydan o'sha jinoyatchilarni ko'chirish paytida mutasaddilar o'ylagan ekan. Hozir bularni bu yerdan ko'chirsak, yo'lda qaroqchilar bularga hujum qiladi, biz bularni mahkamaga olib bora olmaymiz. O'shaning uchun bir hiyla ishlatishimiz kerak. Nima hiyla? Chiroyli kiyimlarni kiyintirishib mahkumlarga va ularni hammasini qo'liga bular eshonlardan degan soxta nasab yozib berishgan ekan. Bular eshonlardan deb soxta nasabni yozib, yo'lda endi u paytda mashina yo'q, samolyot yo'q, bu cho'ldan nariga cho'lga o'tish kerak. Yo'lda mobodo kimdir hujum qilib kim bular desa, falon ana haromilarni qamoqxonasidagi mahkumlar desa, butun xalq kelib ularni pachagini chiqarib tashlaydi. Uni oldini olish uchun soxta nasab ko'rsatishgan ekan. Soxta nasabni qo'llarga berib qo'yishgan, bular eshonlardan, bular sayyidlardan, bular payg'ambar avlodi. O'shaning uchun bularni olib ketyapmiz deb, ularni qutqarish uchun shu ishni qilishgan ekan. Nima bo'lgan? Yo'lda ketishayotganlarida ularni qaroqchilar hujum qilib, hammasi deyarli hammasi qochib ketgan ekan. Qo'lida nasab bor. Sayyidlardan degan. O'zi haromi. U nasab soxta. O'sha qochib ketganlar keyin har joyga borib o'zini nasabini go'yo ko'rsatib, men sayyidlardanman, eshonlardanman deb xohlaganini qilib kelgan shu kungacha. O'shaning uchun ulamolar aytadiki, bir odamni sayyidlardanmi, sayyidlardan emasmi, eshonmi bu eshon emasligini bilish uchun o'ziga, avlodiga qarash kerak degan. Bularning aksariyati o'zini, ya'ni jinoyatini oqlash uchun biz eshonlardanmiz, biz eshon deyishadi, biz payg'ambar avlodimiz deb buni oldinga suraveradi. Ana shundan bilasizki, bular qamoqdan qochganlar bular. Bular qamoqdan qochganlar. Chunki eshon bo'lgan, sayyid bo'lgan odamlar o'zlarini hech qachon sayyidliklarini din mavzusida odamlardan narsa undirish, gaplariga ishontirish uchun ishlatishmaydi. Balki berkitadi. Juda ko'p davrlar sayyidlar o'zlarini berkitgan. Haqiqiy ma'noda isboti bo'lsa ko'rsatishgan, chunki sayyidlarga to'g'ri munosabatda bo'lishimiz kerak.